Avtosalondaman. Avtosalon? Nima qilyapsiz? To'xtab tur, telefon qilaman. Avtosalon dedimi? Ha, apresiv. Hali hech kimga aytmasdan mashina olib kelyaptimi? Ana siz aytmasangiz, men aytaman-da, axir kimgadir aytmasam, bu qilib yo'rlaylaman-ku-man. Men ketdim. Qayerga ekan? Uyga ekan. Dadajon, keling bu kecha osh kiyamiz, mashina olibdilar. Yo, zo'rmabdi-ku. Qanaqa mashina olibdi? Bilmayman, Captiva 5 ga qiziqib yuruvdilar. Captiva zo'rmi, o'shunda yomon qiziqaman-da. Dugosh, kechga Malibu mashina olding. Kuyi bo'l, lazito. Malibu ham zo'r mashinda. Ammajon, beyda degan mashincha. Qanaqa mashin kim oldi? Boydan mashina mora bo'lsin. Jiyan daydan shamol o'tib tursin. Muborak bo'lsin. Mashina. Qanaqa mashina? Dadash, bizni mashincha qanaqa? Bequvvat mashina ko'rsamasani. Avtosalondaman dedingiz-ku, mashina oilasi deb o'ylabman. Pinchuzam, ya, avtosalonni yonida taksi to'xtatib, asosiga bansaman demabman. Bo'lsa janozamni qo'yarding. Shuncha odam ovoribsan. Kuyov, muborak bo'lsin. Rahmat dadajon. Dadash, zubday boshqa og'zi bo'shlik qilmayman. Shu og'zim bo'shda, shu bo'sh. Ha boshliq. Hozir 5 minutda uchib boraman. Uchib boraman dedimi? Adashman, erim mashina emas, samolyot olibdi.